Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Assolatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi va ummatihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hoji akalar, hojiyalar, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Rahmat. Maşallah Madina-i Munavvaraga Alloh taolo yetkazib qo'yganiga Allohga shukrlar bo'lsin. Amin. Alloh taolo bu yerlarga kelolmaganlar qancha. Lekin Alloh taolo siz bilan bizni olib kelib, qarang Rasulullohga qo'shni qilib, yashatib, shu yerda duo qilib, ibodat qilib, ravzalarga kirishlikda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salomlar aytishlikda Alloh taolo barchamizga nasib qilib turibdi inshaalloh. Bu yerdagi ibodatlarda qadriga yetib olaylik. Bu yerdagi kunlarimizni qadriga yetib olaylik. Bu yerdagi ibodatlarimizni shunday bir jonli, mustahkam, mukammal darajada bajarib qolishlikka harakat qilaylik. Sababi ertaga kunimiz tugaydi. Ya'ni ertaga o'sha Makka mukarramaga ketamiz. Qarang, kecha keluvdik, o'sha ketadigan kunimiz ham yaqinlashib kelib qoldi. Shuning uchun har bir narsani o'z vaqtida unumli foydalanib qolishlikka harakat qilaylik inshaalloh. Xo'p, mana